bilan trend olamiz. Savol beraman, noto'g'ri javob berish kerak. Agar to'g'ri javob bersa, shunday bo'lib ketadi. Mani ismim nima? Yumka. Ey, durak! Noto'g'ri javob. Mani oyimning ismi nima? Laylo. Mani dadam ismi nima? Nizomiddin. 5 yildan beri blog yurg'izaman. 16 yildan beri. Nima mashinada yuraman? Mercedes. Mani bolam bormi? Bor. Bugun havo yaxshimi? Yo'q. Yaxshi edi havo. Men maktab tugatganman. Tugatmagansan hali. Samolyot tushganmanmi? Yo'q. Men qaysi mashinada yuraman? Hammerda. Yaxshi odammanmi? Yo'q. Mani ukam bormi? Bor. Yedurak. Qarz berib turasan. Ha? Oilada nechta farzandmiz? 16 ta. Xotinimni men qattiq yaxshi ko'raman, sezasanmi shuni? Albatta. Yaxshi ko'rishimni bilardi, xotinimmi? Mani oyim qayerda ishlaydi? Zapravkada. Ertalab uyqudan turishimda tishini yuvasam? Yo'q. Yo'qmi? U bilardim-da shu yuvmasligini, sezuvdim, shunga so'rab ola qolaylik. Nechta bolang bor? 3 ta. Har kol ichganingda kekirib qo'yasan, kekirmaysan. Ha? Kekirasan rostdan ham shunga. Sizlar ham o'ylab ko'ringlar shu trendni. G'alati kundan keyingi.